Sulaymon alayhissalom bir chumolini ko'rib undan "Bir kunda qancha bug'doy yeysan?" deb so'rabdilar. Chumoli "Bir dona bug'doy yeyman" deb javob beribdi. Sulaymon alayhissalom esa chumolining oldiga bir dona bug'doyni qo'yibdilar-da, chumolining ustiga bir kosani ag'daribdi. Chumoli kosaning ostida qamalib qolibdi va Sulaymon alayhissalom "Bugundan boshlab har kunlik rizqingni men keltirib berib turaman" debdilar. Sulaymon alayhissalom ertasiga kelib, kosani olib ochib qarasalar, chumoli bir dona bug'doyning yarmini yeb, qolgan yarmini ushlab o'tirganmish. Shunda Sulaymon alayhissalom chumoliga "Menga bir dona bug'doyni bir kunda yeyman deganding, yarmi ortib qolibdi-ku" debdilar. Chumoli esa u zotga qarab, "Avval rizqim Allohning zimmasida edi. U zot menga kunlik rizqimni yetkazishni hech qachon unutmasligini bilardim. Bunga ishonchim komil edi. Lekin kunim sizga qolgach, esingizdan chiqib qolsamchi degan xavotir bilan bug'doyni yarmini erta uchun olib qo'ydim. Chunki bandaga ishonch yo'q. Rizq faqat Allohdan" deb javob qilibdi chumoli.